6-sinf 11-mavzu Mesopotamiya. Hozirgi Iroq hududida qadimda Mesopotamiya deb atalgan. Mesopotamiya degan yunonchadan ikki daryo oralig'i degan ma'noni anglatadi. Bu Dajla va Furot daryolari oralig'i Mesopotamiya deb ataladi. Buni tabiati Misrga o'xshash. Suv toshqinlari, yerga ishlov berish, unumdor loyqalar oqib kelish natijasida dehqonchilik yaxshi rivojlangan hudud. Bu hududga milodiy avvalgi 4000-yilda Janubiy Mesopotamiyada Dajla va Furotning Fors qo'ltig'iga quyilish qismiga Shumer qabilalari ko'chib keladi. Shimoliy Mesopotamiya va Bag'doddan shimol taraf Mesopotamiyasiga Akkad qabilalari ko'chib kelib o'rnashadi. Mesopotamiya hududidan har yili Dajla va Furotda unumdor loyqalar orqali donli ekinlar mo'l-ko'l yetishtirilgan, lekin bu yerda metal va yog'och kam bo'lmagan. Bu yog'och va metalda asosan Eron hududi va Kavkazorti hududidan olib kelingan. Kavkazorti hududi va Gruziya, Ozarbayjon, Armaniston hududlari Kavkazorti hududlari deyiladi. O'sha yoqdan oltin, kumush, yog'och Kavkazorti va Erondan Mesopotamiyaga keltirilgan. Mesopotamiyada og'irlik o'lchov birligi bo'lgan, bu mino deb atalgan, 550 gram kumushga teng. Janubiy Mesopotamiyadagi Shumer aholisi milodiy avval 4000-yilda ilk yozuv bo'lgan mixxatni ixtiro qiladi. Shumer, Janubiy Mesopotamiya Shumerlar mixxatni ixtiro qiladi. Milodiy avvalgi 4000-yilliklar oxirida Shumer, Akkad qabilalar hududlarida mayda shahar davlatlar vujudga keladi. Ya'ni Dajla va Furot daryosi bo'ylarida bular Uruk, Umma, Lagash, Ur shahar davlatlari bo'lib, ular doimo bir-biri bilan janglar, urushlar olib boradi. Mesopotamiya hududidagi shaharlar bir-biriga urush olib borish natijasida Akkad podshohi Sargon I milodiy avval 3000-yil oxirida Shimoliy Mesopotamiyada Akkad podshohi Sargon I milodiy avval 3000-yil oxirida Akkad Shimoliy Mesopotamiya va Janubiy Mesopotamiya Shumerni bitta davlatga birlashtiradi va ko'pgina islohotlar o'tkazadi. U uzunlik, maydon, og'irlik o'lchov bir xil og'irlik o'lchov birliklarini joriy etadi. Tarixda birinchi bor Sargon I Mesopotamiya hududida ilk bor muntazam qo'shin tuzadi. Qo'shin 5400 kishidan iborat muntazam qo'shin tuzadi va o'zini Sargon I 4 iqlim podshohi deb e'lon qiladi. Sharq, g'arb, shimol, janub podshohi, 4 iqlim podshohi deb e'lon qilinadi. Sargon I vafot etgandan so'ng taxt varislar o'rtasida taxt uchun kurash natijasida Shumer Akkad davlati ko'chmanchilar va Erondan kelgan ko'chmanchilar hujumi natijasida parchalanib ketadi.